Materialni o'zgartgich. Buni kim qildi? Hey, Toshio, tez berib topni ip kel. Bo'la. Nima? Nimishqa men aytganman? Boyotdan beri men olib keldim-ku. Hey, chiqib qilma. Bu degandiki chapsam bo'lmamsa. Yani sen kelsan-ku. Derizini qancha qitim chaqsang ondan bo'ldi qilasan, ha? Men bu yerga topni og'il kelaverib bak zerikdim. Nima deyapsan, shumtak? Men topni og'il kelaverib zerikdim desam, u qeri meni urdi. U albatta seni urdi-da. Kim uning derizini u yerga o'rnatsin debdi. Xo'p bo'pti. Nima, undaq desang qandoq bo'ladi? Emas u aynakni o'rniga temir o'rnatsali bo'lmamdi. Temirga almashtirsa, temir. To'g'ri. Ha, senda temir bormi? Hozir bilib qolasan. Materialni o'zgartgich. Bu narsa nurg'un narsaning materialni o'zgartiradi. Masalan, yog'ochni qog'ozga, raxni metallga, aynakni yaltiroq o'zgartiradi. Qandoq o'zgarsang bo'laverdi. Qara. Ishkonlog'i nim bo'ldi? Nima deb o'yag mikvolasizlar? Nim bo'lganda, nimada ichilmaydiganda? Chunki uni temirdan yasaganni qandoq achishdi? Endi bunda qamlashmagan chaqchaqni oz qilish. Endi uni aynakka aylantirib qo'yaylik. Yeli qadamni debdi. Hozir nima kitob o'qig'idek vaqtim bo'lsin. Men texi bayilla tozlagan tursam, yana aynak parchalari turdi-ku. Bu ishni aylantirib qo'yaylik. Bek qaltisga derizlarni metalga aylantirib qo'ysang, xotirjam kaltak top o'ynay olaymiz. Senga shodingda. Derizlar endi chiqilmaydi demsa? Nima bundaq yaxshi ish bo'lsin? Sizlarga sinab beray, ha? O'lgur, derizini yana. Chiqilmabdi-ku. Endi xotirjam kaltak top o'ynaladigan bo'ldik. Hozir boshlandi. Diqqat! Mahir Shafo maydonga kirdi. Men tutay. Yaxshi bo'ldi. Topni tutib oldi. Men hergiz yig'ilib qolmayman. Bu top kaltigini tek yığıda setib olgan. Bundaq bo'lishini kim biladi? Nimadaq gapingiz? Bundaq desam qandoq bo'ladi? Bek oshirib aytdim. Yog'ochdan yasalgan top kaltak ekan. Agar temirdan yasalgan kaltak bo'lsa, sinib ketmaydi. Appa meni tillaydigan bo'ldi. To'g'ri. Bu gazetni kaltak shaklida yasab, uni temirga aylantirsammi bo'g'idek. Shu nim qilyapsan? O narsani qanday o'ynag'ili bo'ladi? Bo'ldi, chiq gap qilmanglar. Buni ishiltib baqsanglar bilasan. Metaldan yasalgan top kaltak ekan. Men tutay. Shu endi sana keldi. Yaxshi o'ynayapsan, tayig'ini yeysan, uqdingmi? Mening hech qanday tayyorligim bo'lmasa. Yaxshi top. Nim qilyapsan? Shundoq yaxshi topni uranmading, kalva. Dut. To'pdak tez kelgan tursa. To'g'ri. To'xtab turinglar. U narsaga qandoq bo'ldi bu? Xotirjam bo'l. Charg'aylandi. Men uraladim. Yaxshi top. Bek yaxshi urding, Toshio. Qaranglar, men bu top kaltigida topni uraladim. Topni urgan bo'lsang, tez yugurmamsan, kalva deb tursan, yugurib. Maydondan chiqarilding. Sen mi maydondan chiqarilding? Aldamchi. Toshio, bizni aldamchi. To'xta! Qo'shma, hech bo'lmagan juma to'xta! Metaldan yasalgan top kaltak bundoq bo'lib qoldi-ku. Nemishqa bundoq bo'ladi? Hey Toshio, g'alit narsani menga bermaysan, to'xta. Hey to'xta, uni menga bersang, seni qo'yib yetaman. Bu nima? Voy canvoy, bu nimamdi? Hey, o'lgin keldimi? Tar ko'chadan mushundoq tez aydamsan.
maşinesini qog'oz mashinaga aylantirib qo'ydim. Qarang, men qog'ozda yangi kiyim yasadim. Bek chiroyli bo'pti. Buni o'zgartib qo'ysam kiygili bo'ladi. Jensha uni sinab yetma. Nima degan yaxshi. Rahmat sizga dashim. U dashim jangu. Tova, nima karamat bu? Ko'pchilikni bir qo'qdi o'tay. Bunda qisi payt bo'ladi ekan. O dashunkan-ku. Ha? O yerga chiqyapti-ku. Aslida uni ishlatib narsalarni har xil o'zgartirib bo'ladi ekan-da. Ey dashun, bu narsani men ishlatib turay. U bodak nima qilmoqchisan? Nima qilyapsan? Buni qandoq ishlatadigan-du, ha? Dedim qalay uyni asliga keltiribdi. Unda qilib bo'lmaydi, buni qalaymoqani ishlatib o'zing buzib qo'ydik. Ayya! Apam meni tillaydi. Mening muomalim yo'q, bu ishni o'zing teriding. Voy, asliga kelmasa apam meni urdi. Bu narsani o'ngishmoq tas, undaq oson o'ngishil bo'lmaydi. Xislatlik chashqu. Men buni necha qatim suzib chiqdim, lekin texicha qandoq suzishni bilmayapman. Ben kulağıma dökmez. Nimi demekçisin? Bir kız geplerle vazgeçmekçim ha? Sen mi oğul bana buldun mu taşıyor? Bu uruş gemizin sızmak pek tezken. Nurgun yerler pek mürekkepken. Menin sızmakçı boğunum daha uruş gemisinin boralık denizi ketiyotkan kıyafetiydi. Ben qarab bakay. Beni sürüse şovduysa, beni canlı kovatamsan. O geçirgin daşım, sen kiyiminin aldı kısmını süzüpsen. Oldu kısmını la? Toğra, sen onu astaydılık bile süzüşün gerek. Ben çok onu süzüp çıkımın. Süzüp buldun mu? Koptu mu? Koptu. Bu çaşkını işiltip bak. Xislatlik çaşkı. Bunu pörküysen. Qara. Ondan qandoq buludu. Pek yaxşı bo'ldi. Nima degan qoldi? Buni purkigandan keyin surat harakatlanadi. Men buni kalendarning ustiga purkib boqay, ha? Voh, yozning manzarasi kuz manzarasiga o'zgarib qoldi-ku. Yana bir purkib boqaychi, ha? Voh, yaxshi bo'ldi. Endi qish manzarasiga o'zgardi. Ajoyib tashqi ekan-ku bu. Buni bu suratlarga purkishga bo'ladi. Bu men maktabga tunji qatim borganda tushgan surat. Davomlashtirib ko'raylik, ha? Ya! Bo'ldi, qo'ydi. Yana bir qatim sinab boqaychi. Kimning uyida suratchi? Nima o'tog'amning uyiga boraylik. Sizlar mening musiqanamni ko'rmoqchimi? O'tinib qolaylik. Gerçi ular ko'paytma nusxalari bo'lsa-mu, lekin ularning hammasi birinchi darajalik. Uning bilan qariniz bo'lmasin. Ha, nima? Hech nima, demoqchimanki, bu suratlar haqiqatan odamning zavqini keltirdi ekan. Shundaqmi? Men chiqib sizlarga choy qo'yay. Sizlar aldirmay ko'ringlar, ha? Aldirmay ko'ringlar. Voh, ko'zni qamashtiradigan suratlar ekan-ku bu. Mana bu suratdan boshlaylik, ha?
u ayol qayirib ketdi-ku. Yağmur yağıp ketdi-ku. Bu suratni bek chiroyli ekan. Qara, bek ketdi. Bu bir mutafakkirda qiladi. U nima o'ylayotgandi? Qarab boqayli, ha? Qaraganda uning uyqusi kelgandek qiladi. Endi qaysinin firkiymiz? U bek kuchlikan bu. Kechiringlar, saqiltib qo'ydim. Endi qanday qilamiz? Sizlar nima qilyapsizlar, ha? Bu mening narsamni nima qilyapsizlar? Qanday bo'lib ketgan bu? Endi bu yerga kelishma. Narsamni bering. To'xtang. Narsamni bering. Biz sen oshirayotdikmi qandoq? Mening monimga ishtim og'rib qoldi. Buni yanına uyimizda o'ynag'inimiz yaxshidek qiladi. Qara, avrasim bo'lamdi ekan. Bo'ladi ekan. Tashu, nima ish qilyapsan? Rasmlarga qalaymi qancha qilsang qandoq bo'ladi? Tazimi bir. Bu rasmning kaynida apamning shaxsiy puli bor. 10 million yen. Bu bek muhim. Ne bo'ldi? Mening ishim emas, buni men qilmadim. Qar yo'q yerda qar deylik. Bahar geldi. Ahir bahar geldi. Uyak, sana qanaqsan bo'lar. Sen ozodi nimiga beshing qaytyapti dodashu? Shoningda bahar geldi. Men bu yil qishda qor telishni o'rganaman deb bel bog'lagan edim. Biroq men qor telishni o'rganib bo'lmay turib bahar geldi. Endi qanday qilaman? O'rganolmaydigan bo'ldim. Sana qanday qilaman? O'rganolmaysan-da. Vaqt uzun bo'lgan bu sevgini aytib kunlar bundaq bir-birlab o'tayversa men menga qor telishni o'rganolmagidayman. Sana faqatla amal yo'q ekan. Har vaqt qor telish bo'ki. Har vaqt qor telish bo'ki? Shundaq. Bu bekni kelgan odam qarni ko'ralaydi. Qarni ko'rib boqama yana tutalaydi. Yana qarni ustida qor telig'i bo'ladi. Bu kunupki bilan qarni tangsigili bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Hozir aytib kelib bo'lsin, o qor telish taxtisini o'tmayapti-ku. Yaxshi, 50 santimetrlik qarg'a to'g'irlab qo'yay. Nima degan qalim qor bu? Qo'lda jiq gap qilmay terdim, mashq qil. Bo'ladi. Amis men teyildim. To'g'ri, telish tayoqi bo'lmasa qandoq qilaman? Shunga men sana avval qarda yo'l mengishni obdan o'rgandim-ku. Qandoq yo'l mengaman? Putumni ko'taramsam qandoq mengaman? Sen faqat gap qilishni bilasan. Buningga qara. Yanto'liqni kontrol qilish tayog'i. Yanto'liqni kontrol qilish tayog'i. Telish taxtiga bekitib, oldiga ishtirsanglar, hamma yer yanto holatga keladi, dashim. Bek yaxshi bo'ldi, men teyildim. Dastlab o'rganganda avval yanto'liqni telishni mashq qil. To'p.
Qandak yaxshimikan? Bek yaxshikan. Dilshod. Ben ağrıp ketdi. Bekni ilivesangla qar yo'qab ketadi. Tashu, sana neymiş bo'ldi? Bu bek ko'ngillikdek qiladi. Bo'ladi, sizga men har vaqt qarta elish bekini beray. Mana bu sizning. Rahmat shodingdan. Ishqilinglar, obdan mashq qilinglar, ha? Ma'qul. Taşım, hiç ne bulmamışsınız? Boldular. Kış yeni keledi o. Kar delişini kiler yıl kışta ögüney. Emdi kırıp aram olay. Taşım, siz minatı mengü kar delişini ögünemediğin okşaysız. Yok, kiler yılı çokum tırışıp kar delişini ögünemez. Taşım bilen cinşan aşkısken. Ulan leylevatı o. Hay, qanday qisoslardek laylab turg'il bo'ladi. Bizga deb beringlar. Kimi o'gitib qo'yinglar. Odamni bezor qildigan ablahlar yana ketdi. Qorni texmi qililsay. Tezroq. Nima qililsman? Ha, ular ko'rinmay qoldi. Toshum. Jinshaq, biz qorlarni ayilib kelayli. Ular bizni ko'ramaydigan yerga borayli bo'lamdi. Ha? Ma'qul. Kimi o'gitib qo'y, Toshum. Hey, kimi o'gitib Nima degan chiroyli bundaq manzarani tunji qatim ko'rishim. Bu yerdagi uylarni qorning ostida qoldi. Yo'q. Ular u tarafga o'tiblar yo'qolib ketdi-ku. Men bildim. Meningcha bu ular kiyib olgan bekning karomati. Bo'ladi, biz uni ilib olaylik. Biroq u bekni qandoq elib olamiz, ha? Ha, buni menga topshir. Shodi oldi saqla bo'ladi. Nima davatsa, to'pni o'g'zi ostiga chiqarib o'tgan edim. Uni oladigan narsa yo'q. Uni oladigan narsa basam bo'pti ekan Shodimda. Ha, o'tinib qilayli. Sizlar meni aldayotgandek qilasizlar. Bo'ladi, sizlarga buni beray. Ha, qo'lga tushirdi, qo'lga tushirdi. Sizga bu fursatni berdi, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Ular av yedikken. Bu po'choq bo'lsalar, u qo'limizga tushidi. Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Qara, qor u tarafga tushib ketibdi. Kimda? Biz o tarafga berib qarab baqayli. Bo'lamdi. Bo'ladi? Bir qizqarliqkan ha. Biz qorni yanimi egiziltayli bo'lamdi. Bu Tokyo munardan çok kısıkken. Ha, yaxshi bo'ldi. Hamma qorning ostida qoldi. Nima davatsan? Bekni elib oldim ha. Shodingdan, tezbekni qaytirib kel. Yo'q bo'ldi. Hozircha ular bilan qarimiz bo'lmasa. Nimishqa? Hozirli bilib qolasan. Nagil bo'lsa hamma qor. Ajab serik tomoshafu. Amsa biz uyga qaytib ketaylik. Qaytib ketaylik. Hozir qorni yo'qolsaqlar ondan ketalaymiz. Chatoq bo'ldi. Nima bo'ldi sizlar? Ha? Agar biz bekni ilmasak qor yo'qolib biz yerga tushib ketamiz emasmi? Biz qornida qilib turibdik. Endi bu egizatdan tushgandak o'lib ketdimiz. Chatoq bo'ldi. Endi qanday qilamiz? Apa. Hozir ularning beshi ketib ketdi. Ularni jazolab qorning ustida uzoqroq turg'izaylik. Shunday qilaylik.